Bittasi lo'lini qizini yaxshi ko'rib qopti-da, shu esimga tushib qoldi. Mani otam sizga bermaydi. Otingdan o'zim rozilik olaman. Otasini oldiga borgan ekan, "Sen bizga to'g'ri kelmaysan. Biz begonaga qiz bermaymiz, nasl buziladi." Men yaxshi ko'raman, qizingizni sevaman desa, "Sevsang bir sharting bu." Nima shartingiz bor? Roziman. Astanovkani oldiga o'tirasan. Biz qilgan ishni qilasan. Bir hafta qilasan. Keyin men senga qizimni beraman. Bo'lmasa ketaver. Yo'q, men roziman. Bir hafta tursam bo'ldimi? Bir hafta turib bersang bo'ldi. Bechora rostdan sevar ekan, haqiqiy muhabbat bor ekanda endi. Bir hafta chiqibdi, ikkalab 8 dan 8 gacha. So'zlari ham shunga mos. Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Suluvni suymagan kim bor? Ishqida kuymagan kim bor? Muhabbat yo'liga sadaqa qilib. Ishq gadosiga sadaqa qilib. Desa sevishganlar 5 ming, 6 ming berib ketayotganmiz. Sevishganlar uchrashadigan bog' yonida ekan. Aka, biz ham birga turmush qurib olaylik. Mana sizga 5 ming, 6 ming. Uylanganlar 1 so'm bermasak, hep qana muhabbatga qara. Muhabbatga bola. Qarasa ish zo'r bo'lib qolibdi. Ertalab sahar chiqadigan bo'libdi. Bir haftadan keyin qiz otasi kelibdi. Endi men sening muhabbatingga ishondim. Sen qizimni rostdan ham sevar ekansan. Endi men senga qizimni beraman desa, qizing ne boshingga ur. Menga qizing kerak emas. Lekin men mana bu joyimni hech kimga bermayman, mana bu joyimni.